Aziz yurtdoshlar, ana xo'jayinim Savrov Sayfullo bir necha yildan beri Parkinson kasali bilan davolanib kelmoqdalar. Keyingi paytda bu kishiga boshlariga chip qo'yish kerak ekan. O'sha chipni mablag'ini yig'ishga qiynalyapmiz. Shu sababli sizlarga murojaat qilyapman. Shu mablag'ni yig'ishga yordam berishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. İltimos sizlardan saxovatpesha insonlar meni tuzalishimga yordam beringlar. Parkinson kasalligi bilan 7 yildan beri hastaman. 2 yildan beri yotoqdaman. Xudo xayrlaringiz bersin, mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Meni bola-chaqalarim oldida yurishga, neraverlar ko'rishga, ularni bilan yashashga yordam beringlar.